Amerikalik tadbirkor Elon Muskning boyligi 800 milliard dollardan oshib, u dunyodagi bunday darajaga yetgan birinchi inson bo'ldi deb xabar berdi Forbes nashri. Bu holat Muskning SpaceX kompaniyasi sun'iy intellekt yo'nalishida faoliyat yuritadigan va Grok chatbotini yaratgan XAI kompaniyasini sotib olganidan keyin yuz berdi. Nashr hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu kelishuv Muskning umumiy boyligini 84 milliard dollarga oshirib, rekord miqdor 852 milliard dollarga yetkazdi. Ma'lumotga ko'ra, dunyoning eng boy insonlari ro'yxatida ikkinchi o'rinni Google kompaniyasining hammuassisi Larry Page egallagan. Nashr uning boyligini 281 milliard dollar deb baholamoqda. 2025-yil 20-dekabr kuni Elon Muskning boyligi 700 milliard dollardan oshgani haqida e'lon qilingan edi. Musk ilk bor Forbesning eng boy tadbirkorlar reytingida 2021-yil yanvar oyida yetakchilik qilgan bo'lib, o'sha paytda uning boyligi 190 milliard dollar atrofida deb baholangan edi.